Yo do'stlar, men sizlar bilan Akbar Shoh uz kanalidasizlar. Men bugungi videomda do'stim parkur yasaganda birinchi qismda hammangiz buni bilib olasizlar. Birinchi qismdagi parkurga yana ko'proq narsalar qo'shibdi. Yana buni o'ynab chiqdi-da, men bo'ldi ana shu parkurni o'ynashni boshladim. Bu parkur ham katta uzun chiqqan ekan. Voy, shuncha jonimni yeb tashladi. Bu yerdan o'lsangiz boshqatdan boshlab ketasan degan edi. Shuncha joy anaqa qilish boshqatdan boshlanadi. Qani mayli, o'ynab ko'raveraylik. Yiqilib ketmaslik kerak bu yerdan. Hoppa, mana o'tib oldim. Eshiklar ko'pgina ekan bu yerda. Zombilarning ovozi kelyapti. Va bu yerda voy, kerakli narsalar. Kerak shu olma. Oldu iyi. Pastagichi. O'lib bu pastagidagi ham. Mayli, endi bularni qo'yib qo'yamiz. Endi bizga hozir 5 tami 3 ta kerak bo'lsa kerak. Mana yaptik eshikni. Keyingisiga chopdik. Yo'qolib ketardim hozir. Bu yerda nega turibdi? Sandiqda nima bor? Jetonni menimcha urib tushirishimizga to'g'ri keladi. Qani urinib ko'raylik. Hoppa, tegizdim. Mana shu joyda o'ldirib qo'yaymi? Hoppa, o'ldi. Tushirdik. Endi suvimizga nega kerak? Mayli, biroq joyga kerak bo'lib qoladi. O'tdik. Yut bo'lsak, omaleykum, boshidan boshlaymiz-da. Bu yerda nima qilardi? Shu yerga bo'lsa kerak. Bo'ldi. Shu yerga ekan. Biror joyda kerak bo'lib qoladi. Bo'lib. Qani keyingisiga o'tamiz. Bu yerga ham suv kerak. Yiqilib ketaman deb qo'rqib ketgandim. Yiqilib. Suvda chiqdi endi. Bu yerga chiqdi. Oy, şu yerdan boshlash kerak. Suvda har bir shu o'rishligini o'ylab kerak. Shuni